Mana O'zbekistonda yangilik. Endi mana shu orqali mol qo'ylaringiz ham zo'r semiradi, ham zo'r hazm bo'ladi. Mol qo'yingiz umuman kasal bo'lmaydi. Ish jarayonini boshladik. Endi chiqishini ko'rasizlar. Mana shunaqa granulalarni agar mollaringizga beradigan bo'lsalaring, shunaqa yaxshi bo'ladi. Bu katta mollar uchun, bu yoqda bo'lsa, kichikroq qo'ylar uchun. Kimlargadir mana shunaqa granulalar zarur bo'lsa, yangilikni zo'rini qilib qo'yishdi. Bu yerda har xil turlari bor ekan. Bu o'rtanchisi, bu maydasi, bu bo'lsa mana ko'rib turganlaringda, mana bu kattaroq mollar uchun bunaqa tabiiy holatda yem berish jarayonlari bo'ladi. Mana qilib oddiy holatda solasiz, o'zidan sekin yem chiqarishni boshlaydi. Eng qiziqarli joyi, bundan biznes qilsangiz ham bo'lar ekan. Mol qo'yingiz ham qiynalmaydi, hammasi hazmi ham zo'r bo'ladi, semirishi ham zo'r semiradi. Ishlash jarayonini qarang, mana ishlashini. Любой narsa buni ichiga ko'kat ham solsangiz bo'laveradi, rayhonni to'rg'ab, har xil narsalar qilib bersangiz bo'laveradi-da, mol qo'yingiz maza qilib oladi. O'chiravering Yahyo bey. Xullas, bu granulalar hozirgi kunda trendda bo'lyapti va sifatlari hamma yo'g'i zo'r bo'lyapti. Xo'p, endi Timur bey, yangilik qilib qo'yibsizlar, keling endi. Sug'urib qo'ying aka. Yaxshimisiz, charchaman. Sug'urib qo'ying endi o'shani 380 ni. Xo'p, endi qarang. Bu nech puldan, qanaqa, bunda nima asosiy xususiyatlari, zapchaslari bormi? Bizda endi yangilik bo'libdi. Nima qilamiz, qanaqa? Aka, hop, bu granulyator apparatlarimiz. Hop, 220 voltga ishlaydigan, 180 ga ishlaydigan hamma variantidan bor. Biz Altemir zavodida ishlab chiqarilyapti. Hop, hozir bular 220 voltga ishlaydigan. Hammasi bular, maydalar, Mana shu joygacha 220 voltga ishlaydigan. Bularimiz xohlasa mana bunday holatda 6 mm, xohlasa mana 4 mm, xohlasa mana kattaroq 8 mm holatda chiqarib beraveradi. Bexijolat. Bexijolat chiqarib beraveradi aka. Yangilik bo'libdi bu. Hop. Pullari aka 220 voltmi 8 million so'm, soatiga 50-60 kilo chiqaradi. 50-60 kilo bular. Soatiga, bir kuniga emas, soatiga. Xo'p, bunisi-chi? Hop, bunimiz 7,5 kW 3 fazasi, soatiga 200 kilo plus minus chiqaradi. 200 kilo plus minus, ha. Bu kattasi 11 kW bo'ladi, soatiga 300 kilo plus minus chiqarib beradi. 300 kilo plus minus chiqarib beradi. Bu ko'proq mollarga, endi qaranglar, endi afzallik jihati birinchi navbatda molingiz bilsiz, hashay bersiz, bir xil payt orqasidan hashay ham endi buni aytib bo'lmaydi, men aytaveramiz. Hashay ham billa chiqadi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Ya'niki hazm bo'lish 90-95% ga yaxshiroq bo'ladi. Tayyor hazmli qilib qo'yadi. Как oshni pishirib berasiz, yeb yotsa bo'ldi, короче. Bo'ldi, o'shanaqa narsalar gap. Bexijolat muammosiz bo'ladi bunaqa narsalar. Bu granulyatorlarimiz aka hammasi o'sha Mustang kompaniyasi bilan hamkorlikda, Mustang va Altemir hamkorligida ishlab chiqarilyapti. Xohlasa bundan ham kattalarini tayyorlab beraveramiz aka. Ha, zakazga asosan, zakazga asosan. Soatiga o'sha 1 tonna chiqaradiganini tayyorlab beraveramiz aka. Endi bularda faqat granulyator emas. Qaranglar, biz drabilkalar olamiga kelganmiz. 380 lik deysizmi, 220 lik deysizmi? Xullas, eng kichkinasi deysiz 1 million 700 ming so'mdan boshlanadi drabilkalarimiz. Har xil turlari bor. Chempiondan boshlasak maylimi? Mana endi nomeradini hozirgi kunda trenddagisi. Keling endi mana yurgizamiz, endi ko'rsatib o'ramiz. Akalar, ko'rib turibsizlar, bu drabilkamiz nomeradini hozir sizlarga sirrazi yurgizib ko'rsatib beramiz. Bu yoqda makkalarimiz bor. Keling, yaqinroq keling. Makkalar deganda makkalarga oling, iltimos. Kamerachimiz hali ham parod qilib yuribdi va undan tashqari manaqa makka sirtlaydigan, donni chiqarib beradigan, o'zi shunday turishcha maydalab oladigan narsasi ham bo'ladi. Komplekt. Xullas, mana shularni hozir sirrazi ishlatib ko'rsatib beramiz. Qayerdan boshlaylik? Hop, chempionimizdan boshlaymiz aka. Chempionimiz qo'llik taraflari. Xohlasa tikka holatda, xohlasa mana bunday yonboshlat holatda, bemalol ishlatish mumkin. O'ziga qulay qilib ishlataveradi. O'ziga qulay. Afzallik jihati, tikka holatda ishlatib turib, oyog'i kerak bo'lmasa, oyog'ini bitta ichkariga tiqib qo'yadi. Bo'ldi aka. Xohlasa tik holatda, xohlasa yonbosh holatda. Kimga qazur ma'qul kelsa, hashay teparoqda bo'lsa, olib solgani, hashay pastroqda bo'lsa, endi irg'itib qo'ygani. Endi o'zingiz moslab olaverasiz-da. Yo'q, menga faqat tik holatda bo'laveradi deganlarga like nomlasa ham bor aka. Bir xilda bo'ladi, 3 xil rangli bo'ladi, faqat tikka bo'ladi, turadi xolos. 3 ta oyoq bo'ladi, bunda 4 ta oyoq bo'ladi aka. O'sha farqi asosiy o'sha ichi motor, quvvati hamma yo'q o'sha bo'ladi. Xo'p, bo'ladi aka. Ichlar. Xo'p, bunimiz universal bo'ladi, hammasi. Mana bitta ochilish kurchak orqali ochiladi va olinish ham, bochkasini olish ham oson bo'ladi. Ichini ochib tozalash uchun aka. Xo'p, pichoqlari zavodskiy maxayikka qo'yilgan, quyma ham bas, lisli ham bas. Zavodskiy maxayik qo'yilgan, kuydirilgan segment tepasida ham bor, keyin pastida ham bor. Двойной bo'ladi. Keyin malat qo'ylarigacha qo'yilgan.
Keyin bu pichoqning atrofidagi material ham eng qalin turbalardan bo'ladi. Mana qalinligi. Qalinligini ayli birlik bo'ladi, asosiysi birlik bo'ladi. 7-8 mm 1 sentgacha bo'ladi aka bular. Eng asosiysi eng qattiq detal joy mana shunisi, eng kerakli joy. Va qo'shimchasiga 4 ta setkasi bo'ladi. 4 ta setkasi bo'ladi. O'tga 2 ta, donga 2 ta bo'ladi. Ularda hammasini bitta chiqarib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa. Qo'li quruq tanlamaydigan bo'ladi. Hammasini chiqaraveradi. Joy ham tanlamaydi, qo'l quruq ham tanlamaydi. To'shni bilmayman, tanlab qolishi mumkin. To'klaring o'ta past bo'lsa bizda emas ayt, to'g'risi. Aytib qo'yish kerak. Ochig'ini aytganimizda biz boricha suhbat qilaveramiz. Xo'p, qaysidan boshlaydi? Yurgizamizmi? Endi xuddi mana shundan chiqarib beraman aka. Xo'p. Qo'l o'tlarimiz va quruq o'tlarimiz bor. Somon, pahol hammasini chiqarib ko'rsatib beraman. Mana orqadagi hammasi, qaranglar, mana bu yerda. Xullas, pahol deysizmi, somon deysizmi, qaychqog'i deysizmi, uni o'tni bilmayman, u nima edi u? Qamish aka. Qamish bo'ladi. Otamay to'g'risi esimdan chiqib qoldi. Qamishni xullas terak tashlab olmasangiz bo'ldi. Terakni monaqasidan tashlab, mendaylarini bemalol maydalab olaveradi. Javob beraman. Moneni maydalanmaydi, to'g'risi. Haligi men odam bo'yi qilganmiz, o'sha maydalab olardi. Xo'p, yurgizamizmi? Xo'p. Endi hozir sizlarga ishlatib, ko'rsatib boramiz. To'g'ri, endi bizlarda ham nima bo'ladi va undan tashqari asabimiz haqiqatan nihoyatda ko'p. Yurdimi, to'k keldimi? To'k keldi. To'k ko'rsatib turadigan voltmetrlarga chami yo'q bo'ladi. Mana yonga o'tib olsangiz, ishlayotgan joyini ko'rsatib qo'yamiz, ana. Ana ketdi, xudo xolasa. Bor. Ko'taramiz ishlagan. Ketdi. Ana, bari bor. Ana. Oq kiyimni ham kraska qo'yibdi. Mayli, tirikchilik, biznes. Endi bu qamish aka. Biznesda. Shuni chiqarib ko'rsatib beraman. Mana. Bu mollarga chiqarilgan, mana qaranglar, mana. Zo'r. Bu setkasiz holatda chiqdi. Asosiy bandlarini mayin qilib yubordi aka. Mana. Bu taraf asosiy bandlari. Endi buni hali barglarimizni sal ozgincha yirikroq chiqdi. Endi barglarni shunday yuradi aka. Ya, moli shunday ham yuradi. Tayin asosiy eng qattiq joyi, o'sha joyni yeyolmaydigan joyini maydalab yo'qotib beryapti. Bu setkasiz holatda chiqdi. Shunga ham qanday deysizlar. Setkali holatlarni chiqarib beramiz keyingi. Setkali holatda ham chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Bunimizni ham. Xo'p, bunimizda mayin setkasi qo'yilgan ekan. O'sha bunda paholni chiqarib beramiz. Mana pahol. Ketdi. Paholni yurgizamiz endi. Yurgizaymi? Boshlaydi. Ketdi. Pahol eng qiyini mana shunisi. Eng qiyini bo'ladi, yaxshi ahamiyat berasizlar. Qancha qilib shoshilmasdan sotalarning xudo xolasa 100% chiqaraveradi. Ham mayda qilib chiqarib beradi. Asosiy joylardan, fishkalardan bitta yutug'i mana shunaqa holatda bo'ladi. Mayinligini qarang. Hozir videoda ko'rsatib o'tamiz. Solish ham oson, qiynalmaysizlar. Bo'ldi. Bitta chiqarib olsin endi. Iloji bo'lsa, mana shu oxirgi tashlaysizlar-ku. O'shani ham ilojida 1 minut pustoy aylantirib olinglar o'zini. Ya'ni ichidagilarni o'sha maydasini yana ham maydalab chiqarib oladi. Shunga ahamiyat berasizlar. Endi mana mayinligini ko'ringlar. Hozir qanaqa butun edi-yu, mana qaylarga jo'jalari, to'g'lari, kataylar tagiga solib beradi-yu, xuddi shunaqa nima bo'lib qoldi. Mayin bo'lib qoldi. Ular eng kichkina qo'zichag'iz ham yo'radi. To'g'risini aytganda. Qo'y kichinasi, mayin setkasi, shog'li pahol chiqdi aka. Chiqargan natijasini bitta ko'radi. Eng qiyini. Asosiy paholni chiqargandan keyin qolgan o'tlarni o'ylamasdan chiqaradi aka. O'ylamaydi. Qolgan o'tlarimiz nari, voy apparatimizni ham chiqaradi. Bu narigida chiqaramiz, gap yo'q. Endi hozir donni chiqaramiz, xudo xolasa. Donni o'sha aytganimizdek, o'sha makka bilan bug'doyni aralashtiramiz. Bunda tayyor butunini ishlatib ko'rsatib beramiz. Ketdi. Qolganlarni ham oling, qolganlarni ham. Ketdi, hech ko'rsating. Ketdi. Bo'ladi. Endi akalar bu video uchun olinyapti. To'g'ri tushunasizlar. Buni hozir chiqaradigan bo'lsa 1 soat chiqarsak bo'laveradi. Vaqt cho'zilib ketmasligi uchun qisqa londa hammasini ishlatib ko'rsatib beraylik degan maqsadda hammasini ishlatib yurgizdim. Mana bu hali u holati, mana u holati. Mayin holati. Mana. Bunday qilganingizda ham mana. Hali eng mayini. Mana sal yirikroq, sal yirigi. Yirigi, yorma holatda bir qaynar yoki qo'ylarga shunday butun bersa bo'ladigan holatda chiqdi. Mana shuni. Makkani, mardagini hammasi maydalaveradi aka. Buni esa o'sha kepak holati. Mana sevib bersa bo'ladigan holatda chiqdi.
Bexijolat. Xullas hamma ishni bajaradi. Endi hozirgina, narigini mana oddiy hashalarda ko'rsatib beramiz. Bular ham ichi motori hamma yo'g'i birga bir, faqat 3 oyoqli bo'ladi, o'sha yon boshlamaydi, shu xolos. U 4 oyoqli yon boshlaydi. Kimgadir unisi bo'lsa, kimgadir bunisi ma'qul keladi. O'shacha variant yo'q. Optoga o'tmayman, salqin yotib oling kamerachimiz. Bu tarafga o'tib olsa yaxshiroq bo'ladi. Ash kamerachini almashtirib olaylikmi akalar, kommentariy yozib qo'yinglar. Erinmasdan bile, nima qilyapsan deb yozib qo'yinglar. Ha, ketdi. Qazini yurgizamiz. Endi katta molbob setkasi qo'yilgan aka. Shunda makka poyani chiqarib ko'rsatamiz. Makka poyani. Mana quruq makka poyamiz. Bu ham ho'l quruq tanlamaydi, hammasini chiqaraveradi aka. Farqi yo'q. Faqat ipini simini yechib olinglar. Iltimos, mana biz ham ipini yechib olyapmiz. Yurgizaymi qasinda? Metdanmi? Ha, kulchadi. Ketdi. Ketdi. Ketdi bir bor. Bittada tashlashga ketyapti. Hali endi somon. Ketdi. Umuman tanlamaydi akalar. Umuman vashi. Xohlaganingizcha mana. Chiqarishini qaranglar. Farqi yo'q. Yana jita chayindan qochib olamiz, to'g'ri tushunasizlar. Qaranglar. Bunisi yirik holatda chiqarib berdim aka. Mayin holat chempion bilan bir xil chiqaradi. Mayinligi bir xil bo'ladi. Yo'q, bir xil bo'lgani hisob aka. Tayda mana o'shaligi makka poyamiz bor. Mana taydan ko'nikamiz mana. Makka poyamiz chiqdi mana. Aralash ketdi endi, billahlik uchun aralash ketdi. Donni ham xuddi mana shunaqa chiqaradi, mana keling. Mana unli mana. Mana natijasi mana unli mana. Natijasi bexijolat. Hop. Buni yorma holati ham, tepak holati ham nari bilan bir xil. Bir xil chiqaraveradi. Farqi 3 ta oyoq bo'ladi, faqat tik holatda ishlaydi. Yonboshlatib bo'lmaydi aka. Narxlarchi buni narxini aytmayapmiz u. Narxlari Championdagi oddiy motor qo'yilgani bor, keyin Like'da ham oddiy motor qo'yilgani bor. Ikkalasida ham maxsus motorligi bor aka. Xo'p, maxsus motorli narx boshqacharoq bo'ladi aka. Uni telefon qilsa aloqaga chiqsa aytamiz aka. Hozir oddiy motorli aytib beramiz. Oddiy motorli Like'ga alaminligi 6,5 kW bo'ladi. Uni narxi 2,600,000 so'm. 2,600,000, va 6,5 kW mis bo'ladi, 2,800,000 so'm bo'ladi aka. 200,000 aytsa qiladi xolos. Simligi, misligi uchun. Mis o'zi bilasizlar qimmat yuradi. O'sha 200,000 so'm, unaqa ko'p emas. 2 million so'm emas. Championdagi bo'lsa aka, xuddi mana shularga 100,000 qo'shilib qoladi. 100,000 dan qo'shilib qoladi. 2,700 6,5 kW alaminligi. 2,900 6,5 kW misligi aka. Misligi bo'ladi. Maxsus motor deb aloqa chiqsa, ularda narxlari, ma'lumotlar tushuntirib berishadi. Bu endi 10x raqamligi emas, xuddi mana shunaqa funksiyalarni qilib, buni yurgizib beramiz, nima qilamiz? Bunda ham yurgizib bitta o'z chiqarib beraylik. Bunda chiqarib beramiz. Mana shu yonga o'tib olsa o'sha yoqqa yer yong'oq chiqadi. Ketdi. Somon chiqyapti hozir. Mana somon chiqish jarayoni. Qaranglar. Bu ham yaxshi, xudo xohlasa shoshilmasa, hamma vazifani bajaraveradi. Endi yer yong'oq. Mana yer yong'oq qattiq bo'ladi, bilasizlar. Mana shunaqa holatda bexijolat chiqaveradi. Endi changga e'tibor bermaysizlar. Bu changni ko'pchilik ko'rsatyapti. Atrofini to'rtburchak qilib 2-2 qilib joy solsalaring, atrof pena qilib qo'ysalaring, chang chiqmaydi deyishyapti. Albatta, Xudo xolasa chiqmaydi. Chang ketgandan keyin mana kelaverasiz kamerachimiz. Mana endi maydaligini bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Mabodo mana shunaqa chang ketsa aka, chang chiqarmaydigan palatkamiz ham bizda bor. Palatkasi ham bor. Bu tayda mana somon, mana tayda somonimiz mana sizlarga chiqarib ko'rsatib beryapmiz. Qarang. Bo'laveradimi akalar? Xohlasalar somon, xohlasalar nima? Ajabani g'o'lagacha tashaganmiz, betonlargacha tashaganmiz. Hamma stilini sinab ko'rgan, shishalar, xullas toshlar, g'isham, xullas yana nima biznes qilsa bo'ladi. Mana shunga mashinga mos narsa yozib olsalaring, ana shuni sizlarga ko'rsatib beramiz. Tirik baliq qilsalaring, tirik baliq tashab beramiz. Unda bizga avtoriskiy tashlaydi, shtraf tashlaydi. Xo'p, undan keyin bizga juda qimmatli qiladi. Ro'zg'or bobidan ko'rsatganlarga akalar. Bor yo'g'i 1,700,000 so'm. Bor yo'g'i. Bu eng kichkinasi 2 kW motor qo'yilgan. Narxi 1,700,000 so'm aka. Xohlovchilarga bundan ham bor. Buni biz ham o'tni ham donni hammasini chiqaradi aka. Hammasini. Chiqaravering bunda. Bu chiqaram, bittasi chiqaring, mana shunda olib keling. Ketdi. Ishlarda bir xil bo'ladi, muammolar. Ana endi nima edi bedal? Yer yong'oq. Yer yong'oq, adashib ketdi. Buni o'chirib endi ana don. Donni ketdi. Ketdi. Donni farqi yo'q, ko'radi. Ashlarni vazifasini bajaradi bu ham. Xuddi shunaqa aka. Bo'ladi, to'g'ri.
Acho kattalari vazifasini bajaradi. Agar pullar yetmasa tanlanmaydi mana. Xohlaganlarincha nima tayindan oldim. Qaranglar mana eng tepasini olsam mana. Xudo xolasa muammo emas ekan. O'sha kattalar vazifasini bajaradi aka. U 20 millionlik qilgan ishdan bajaradi. Faqat sekinroq aka. Sekinroq, shu. Sekinroq. Xullas, hali Tiko'da motori, Matiz'da motori 0.8 motor bo'ladi. Gentralarniki 1.6, Inamarkalarki 2.2, keyin u Range Roverlarki 5 motorgacha bo'ladi. O'shanga o'xshagan narsa. Motoriga qarab quvvati, balandligi bo'laveradi. Tushunganlar uchun yo tushunmaganlar uchun bu yerda ma'lumot. Xo'p, narxi bor yo'g'i 1 million 700 ming so'm akalar. Muammosiz. Xarid qilsang bo'ladi. Keling, mana ishlatamizmi endi? Bu Makka sirti deganimiz aka. Bu haqida ma'lumot berib turamiz aka. Ishlash videolari Alkem YouTube kanalimizda bor aka. Bu Makka sirti deganimiz, bu Makka sirtkichimiz soatiga 1 tonna oshib Makkani sirti beradi. 1 tonna. Ishlatamizmi? 220 voltga ishlaydi aka. Xo'p, narxi 4,5 million so'm mana. 4,5 million so'm. Dastlabkasi. Dastlabkasi kelishgan holatda bo'ladi. Kelishgan holatda. Va shu mash territoriyaga yetkazib beraverasiz. Albatta, kelishgan holatda yetkazib beramiz aka. Bag'ili, mayta chiqarib beraylik buni ham. Xullas, qaranglar akalar. Bunaqa bor, yem aralashtiradigan bor, granulani ko'rsatdik. 380 bor. Yem atala qaynatadigan qozonlarimiz bor. Atala qaynatgani, ko'proq mol qo'yib boqadiganlarga. Hozir yemlarni ham aralashtirayotganlarni ko'rsatib o'tamiz. Qarang, bu yerda makkamiz bor, keling. Yaxshilab ko'rsating. Mana makkamiz bor, ko'rib turibsizlarmi, tashab qo'yganmiz. Iloji bo'lsa-da, mana shuni sal jicha suramiz. Yurgizinglar. Ha, ketdi. Qarang, motivatsiya ko'rsating. Ha. Bol. Akalar. Ana qilib yurmaysizlar. Bir soatda qancha ishlaydi? 1 tonna osh chiqarib beradi. 1 soatda 1 tonna. To'kishga ulgizalaring bo'ldi. Faqat bitta iltimos. Buni olganlaringdan kelgan. Mana shu bo'yicha bitta stol qilib olasizlar. Bir kishi qopni olib berib turadi, bir kishi solib tursa bo'ldi. Ana shunaqa joyga moslaysizlar. Faqat betonni qilib turib solsalaring 1 soatda 1 tonna. Bu degani 10 soatda 10 tonna. Bormi 10 tonna maydalab oladiganlar. Ishlatsalaring bo'ldi. Sizlar uchun zo'r yangilik. Umuman tanlamaydi. Mana uchlari ham butun chiqadi akalar. Mana ko'rinyaptimi yo'qmi? Butun chiqadi. Uchlari ham muammo emas. Xo'p, bundan keyin yem aralashtiradigan. Bunimiz narxi 6 million 800 ming so'm bo'lyapti. 6 million 800 ming so'm. 350 kilo og'ir yem sig'imga ega. Reduktorlari yangi, motorlari yangi, keyin avtomatlari bor o'zini. Oddiy razvedkaga 220 voltga ishlayveradi. 220 voltga ishlaydi. Oddiy razvedkaga. Hozir razvedkani olib kelamiz. Yemni qaranglar, 300 kiloligi bor va 1 tonnaligi bor. Keling ungacha 1 tonnaligini aytib turaylik. Bu 1 tonnaligi necha pul bunisi? U 1 tonnaligimiz aka. Buni ulab olish kungacha og'ir yemlarda aralashtirib beradi aka. 2 fazaga ishlaydi. Buni narxi 15,5 million so'm chiqyapti aka. 15,5 million so'm kattaligini qaranglar. Bundan kichkina 600-700 kilolik bor. Uni narxi aka. Buni o'rta deysiz, ekosini o'rta degisi bor. Ekosini o'rtadagisi bor. Uni narxi 13,5 million so'm chiqadi aka. To'g'risi changga jicha bir o'qishyapti, to'g'ri tushirasizlar. Xo'p, endi mana sizlarga yemni aralashtirayotgan jarayonni ko'rsatib beramiz. Yemni soldingiz, hamma yo'g'ingizni soldingiz, ishlatdik, ketdik. Yana qiziqarli joyi mana bu chekkasiga solsangiz ham mana o'rtaga olib kelib beradi. Joy tanlab beradi. Hammasi bitta o'rtaga o'zi aylantirib olib kelaveradi. Ya'ni aralashib qolmagan joyi qolib ketmaydi. Hamma yo'g'i 100% aralashadi. Faqat o'sha 15 minut, 20 minut kutib turishingiz to'g'ri keladi. Aralashib bo'lgandan keyin aka, mana joyi ochadi. Ochadi, o'zi tushaveradi. Bo'ldi. Bo'ldi. Tagiga joningizni qo'yib oling, xohlasangiz. Bu o'z ishingiz bo'ladi, ana. Sekin tushaveradi. Bo'ldi, o'chiravering. Xullas, joy tanlamas, universali mana shunisi bo'ladi, akalar, to'g'ri tushunasizlar. 380lar necha puldan qanaqa bo'ladi? 3 fazalarimiz 4 kilovatdan boshlab 20 kilovatgacha narxi 4,5 milliondan boshlanib 19,5 million so'mgacha bo'ladi aka. Ana shundan ishlatib ko'rsatib beramizmi? Ularni ulab olamizmi? Xo'p, ulangan aka bitta press butunligicha solib chiqarib ko'rsatib beramiz. Akalarni endi sizlarga 380 ishlatib beramiz. Qaranglar, bitta press qanaqa tushdi. 5 sekundda ishlab faqat tursalaring bo'ldi. Men gapimga maslahatim bo'ldi. Mana bu gadi, yaxshi ahamiyat beringlar. Endi necha sekund vaqt ketdi akalar. Kamerachimiz agar nima bo'lsa qochib yuboradi, chang bo'lib ketsa. Mana necha sekund men gapimni ulgurmadim tez gapirishga akalar. Kommentariya albatta yozib qo'yinglar. Mana sizlarga yangi rekord, yangi nima, yangi fast type'ga xullas hamma yo'g'i bor. Endi oxirida hozir donlarni ham ko'rsatib beramiz.
Bu vobshe ekan va ulgursa bo'ldi ekan va. Albatta, bunga sop ulgurib tursa bo'ldi. Mana bu hozir setkali holatda chiqdi. Ha, setkasi bo'lsa undan ham buzur. Setkasi yo'q bo'lsa bundan ham tez chiqaradi. Bundan ham bosh chiqaradi. Setkali holatda chiqdi hozir bu. Voy, mana shu tanlamaydi. Endi hozir buni ulab olib turib, buni ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Akalar, endi mana sizlarga Makka bilan va Makkani ko'rsatib beramiz. Endi Makka bilan Makka boshqa gap yo'q endi. Makka sota bilan donni ko'rsatib beramiz. Yurgizing. Qani, boshladi. Nechi kursa ketdi. Bo'ladi. Buni chiqarishiga o'zi baho beraveradi aka. Kuzatuvga obunachilar. Akalar necha sekundda chiqdi? To'g'risi, bu chang menga yoqmayapti. O'zi allergiya bor, mana ikkala olyapti uni, mana bu ikkalamiz izlan qaranglar. Allergiyaga ikkala olyapti uni, yana changni ichida yuribdi. Xullas. Bitta o'zdan ko'rib qo'yinglar, mana bo'lganini. Mana. Mazza. Bu yorma holatda chiqdi aka. Ha. Buni ham bor, yorma singani ham bor, hammasi bor. Xullas, menga to'g'risi ichi allergiya yoqmaganligi uchun to'g'ri tushunasizlar. Mana shunday holatda video oldik. Xudo xolasa muammo emas. Xohlaganlaring bor-ku, eng qiziqarli joyi, qanaqasi zaril 2 million 700 ming so'm. Xohlasalaring mana shunaqa mana necha fazalik edi bu? 3 fazali aka. 3 fazaligini xohlagallaringda bor. Ba'da mana dastlabkilar ketyapti. Undan tashqari kultivatsiyalarni qilib qo'yishdi. Keling kultivatsiya qilib ketmasin, nechi pul bu? Qanaqa bu? Bu kultivatsiyamiz universal aka 60 dan 90 gacha surilaveradi. Ha. Xo'p, qo'sh qator, yakka qator hammasiga tushaveradi. Ha, pulichi? Puli 25 million so'm. 25 million so'm. O'sha eng sifatli material va yangi materiallar ishlatilgan hamma yog'i. Ha. Dastlabkachi? Dastlabkasi kelishgan holatda bo'ladi. Xudo xolasa. Qanday qilib dastlabki qilib berishaveradi O'zbekiston bo'yicha. Akalar, shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Like, kommentariy yozib ketinglar. Qo'limizdan kelsa qisqa, lo'nda ma'lumot berdik. Bizdan uzoqlashmaylik, keyingi videolarda ko'rishguncha.